alaykum. Hammaga Xudo xolasa Samarqandda travel ishimizni boshlagan edik. Ko'rgan bo'lsanglar bundan oldingi videoda. Xudo xolasa uchistkamiz polni oqartirib bo'ldik. Gruntовкалаrini, hamma narsasini berib bo'ldik. Tiagalargacha yopishtirib bo'ldik. Xudo xolasa ertaga bir qator sepamiz. Sepishda olib bitta ko'rasizlar. Xudo xolasa ertaga yana bitta polni bitganini sizlarga ko'rsatamiz. Hozirgi holati so'plarga salafallarimiz tortib olganmiz, akkurat qilib, tiagalarimiz uстановка bo'lgan. Bu yoqda yana bitta eshik, ikkita eshigimiz. Bu yoqda bitta derazamiz, bu yoqda bitta rom, bu yoqda yana bitta, ikkita derazamiz bor. Bu yoqni ham polni tiagalarni qo'yganmiz. Keyin ham ichkarida 3 ta ustunimiz bor. Xudo xolasa, mana shu avyomni bir kunda sepib yuborsa bo'ladimi? Ustakalar nima deysizlar? Xudo xolasa travetinchilar bo'lsa, pastga yozib ketinglar, 140 kvadrat atrofida. Общий 140 kvadrat atrofida chiqadi. 135, 140 kvadrat atrofida. Polni sepib, xudo xolasa, ertaga sizlarga bir qator qanaqa uchastkamiz, qanaqa holatda o'zgarganini ham sizga ko'rsatib boramiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Tunuka Travel xizmat bo'yicha etilgan vaqtda, etilgan sifatda muhimi ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilib olasizlar. Bitta like bosib, paytga boshqa chiqmasa, hammaga rahmat, sog' bo'linglar.